Assalomu alaykum Liliya Flowers obunachilari. Sizlar bilan yana Liliya Flowers gullari. Anchadan beri video obzor qila olmagandim. Gullarimiz gullab ochilib qolgan. Bu lola qizg'aldoqlar. Xuddi tog'dagi lola qizg'aldoqlarga o'xshaydi. Judayam chiroyli. Ranglari judayam chiroyli. O'zi ham ana to'kildi. Ramashkalarimiz ham ochilib qolgan. Gullarimiz isib, gullarimiz ham ko'pchiligi ochilib birin-ketin gullab yotibdi. Bog'imizdagi gullar juda ham chiroyli, juda ham ko'p, bir-biridan chiroyli hammasi. Xo'p. Mana ramashkalar, giran, piyonlar, atirgullar, hammasi bir-biridan go'zal. Bugun villalar ham ochilishni boshlagan. Bu yerda atirgullarimiz, tepaga chiqib ko'rsataman uni hozir. Piyonlarimiz mana shu qatorda rosa chiroyli bo'lib gulladi. Men videoga ololmay qoldim. Vaqtim bo'lmadi. Hozir mana bugun ikkitasi ochilibdi. Qolganlari ham ochiladi hali. Fikuslarimiz orasida o'sib chiroyli bo'lib turishibdi. Ampilni geranimiz ham bor. Atirgulimiz ham bittaga Jumila. Bu yerda liliyalarimiz hammasini g'unchasi bor. Mana hammasi butonli. Hozir yoniga o'tishga joy topolmayapman. Mana butonni. Bittasini butoni katta. Bitta. Bir kunga ochiladi. Jumila atirgulimiz mana. Hidi bor, rosa chiroyli. O'sha buketga qo'yadigan atirgul. Variegatniy plyushlarimiz ham bor mana bitta pastda. Ko'payayotgan tradiskansiyalarimiz. Liliyani detkachalari mana. Mana. Kichkina 2 yillik piyozchalar ham bu yil bittadan g'uncha qilibdi. Qora shahzodalar ancha o'sib qolgan. Ekkanimizda boshida ko'rinmayapti, hozir ko'rinib qolibdi. Juda ham kichkina edi, bunaqa kichkina edi hammasi. Ko'rinib qolishibdi. O'sha bir oyda mana o'zgarish katta. Atirgulni bunga vitamin berishimiz kerak ekan. Bu ozgina sarg'ayib, barglari qovjirab qolibdi, lekin gullayapti. Buni dorisini beramiz. Bugun pashshaga doriladik bog'imizni. Mana bitta liliyalik gulimiz har yil chiqadi o'zi. Atirgulimiz. Bizani bog'imiz past bo'lganligi uchun biz atirgullarni bo'yini baland qoldirgandik. Lekin baland qoldirish bo'lmas ekan, kuchi yetmas ekan. Guli maydalashib ketar ekan uni. Shunga endi kuzda kesamiz uni. Fikus makayanami nimadir derdi buni. Dekorativniy gul bu ham. Nomi fikus, lekin sorti boshqacha. Mana bitta oq piyonlarimiz bor.
qizil piyon, oq piyon. Boshqacha sorti. Mana bu golubika. Palmalarimiz, черный принц fikuslar, shefleralar mana yerga ekilganiga bularni 1 oy bo'lib qoldi. Kolokольчикlar. Gullashini buni. Rosa ochilgan chaman. Qistirib chiqqanga o'xshaydi. Ko'paytirishga ekilgan kolyuslar. Molachay, mana bu lavroviy list bular. Lavroviy listlar. Adeniumlarni ham yerga ekvordik. Yerdan kuch olsin deb. Akvilegalarimiz gullashib tugadi. Uni o'rniga yaponskiy spireya ochilishi boshladi mana bu yerda. Kitayskiy rozamiz gullayapti. Buni nomini bilmayman. Bu ham lekin chiroyli. Qulupnaylarimiz mevaga kirgan. Izabella sortli. Bu yerda ham mana lola qizg'aldoqlar. Ramashkalar, flokslar orasida floksda endi gullaydi. Vegelani rozvisi, varigatni bargli. Keyin klimatis bu yoqda. Rosa chiroyli gullagan. Klimatisimizni guli rosa ko'payib ketdi. Havo issiq bo'lganiga. Narigi tomondan guli ko'p. Bitta anabelamiz ochilishni boshlagan. Metelchli gortenziya bu yoqda. Klimatis guli. 100 tadan ortiq guli bor klimatisni. Rosa ochilgan. Azaliyani qizil ranglisi. Naryoqda shaftoli ranglisi gullagandi, u gulla bo'ldi. Endi qizil gullashni boshladi mana. Yonidagi rozoviy, fioletovyisi. Nargilar, kala guli. Bu kameliya. Palma daraxtimiz mana qalinlashib, chiroyli o'sdi. Yana bitta klimatisimiz. Bu ham gullayapti. Mana bu gullar. Bitta joyda ikki xil bo'lib gullayapti. Qarang, bir tarafi rozvoy, bir tarafi oq. Ajoyib gul ekan bu ham. Ana gvozdika derdi buni. Turetskiy gvozdika, bu o'zi chiqadi har yili. Bu ham bizada. Anta alyusiumlar ham har yili o'zi chiqadi mana. Yerda qishlaydi, uni olmaymiz. Mini rozalarimiz ham gullash boshlashibdi. Ranglari juda ham chiroyli mini rozalarimizni. Mana bitta kolokольчик gulimiz bor ekan. O'tgan safar video qilganimda buni ham shu kolokольчикka o'xshayapti dedim. Rosa chiroyli ekan. Guli katta. Fioletoviy rangli. Yo, 2 qavat bu. Yo, bilmayman. 2 qavat ekan bunisi. Mana 2 qavat ekan bu. Naryoqdagi kolokольчик, u 1 qavat edi, rozoviy ranglisi, bunisi fioletoviy ranglisi 2 qavat ekan. Bu ham chiroyli. Ajoyib gul. Bembida aytardi shunaqa. Ajoyib gul deb.
Mana atirgulning rangi rosa chiroyli, buni ham qizil rang. Mana bu rozoviy. Naryoqdagi kolokolchik rozoviy yerga qarab turibdi, bunisi tepaga qarab turibdi. Ham geyxera gullayapti. Mana bu naryoqdagilar o'sha gvozdikalar. Har yili o'zi chiqadigan limonimiz bor, mana shu yerda bir tup. Bu ham gullab yotibdi. Sizlarga hozir chiroyli gulni ko'rsatmoqchiman. Gortenziyalarimiz ochildi. Ranglari bir-biridan chiroyli. Rosa zo'r gulladi. Bir tupida mix rangi ham bor. Rozoviy, голубой, qizil ochiladigan ham bor. Голубойni o'zi alohida bor. Rozoviyni o'zi alohida bor. Naryoqda qizili o'zi bor. Hamtiga mana голубой, rozoviy, mana rozoviy. Qizilga tortib ketadigan, anu ham rozoviy, mana bu oppog'i kattasi. Mana. Gortenziya juda ham chiroyli gullagan. Gortenziya ko'p yillik gul hisoblanadi. Bu qishda yerda qolib ketsa ham sovuqatmaydi, muzlamaydi. Qishda faqat barglarini to'kib uyquga ketadi, daraxtlarga o'xshab. Bahorda yana qayta uyg'onib, kurtak chiqarib, barg yozib gullaydi. Soya salqin joylarda o'sadi. Bu krupnolistniy gortenziya. Quyoshga to'g'ri kelmaydi. Rosa chiroyli. Nежно-розовый, nежно-голубой rangli. Bularni hali guli kattalashadi, o'zligi kattalashganda. Bitta kusti yaxshigina katta, kichkina emas. Vishna zelyoniy, morozniklar. Faqat yozda gullamaydi bular, qishda gullaydi. Xo'stalarimiz borgan sari chiroyli bo'lib, yam-yashil, sap-sariq bo'lib o'sishyapti. Juda chiroyli. Daraxtlarning tagida, soya salqin joylarda yaxshi o'sadi xo'stalar. Kolis gullarimiz, tminlar, ardeziya, mana sariq mini rozalar ham bor. Atlasni mini rozalar. Primula. Bular ham ko'p yillik gullar. Mana bu живучка yonidagi qizilroq rangli. Bu ham ko'p yillik. Mana piyon. Hidi o'tkir. Yog'imiz ham yo'q, piyon orasida gerani bor. Fikuslar bor. Mana bular
romashkalar. Mushkambarlarimiz ham gullagan. Kechasi rosa hidi chiqadi. Zo'r. Bir tarafda atirgullarni hidi, bir tarafda mushkambarni hidi, bir tarafda piyonlarni hidi. Atirgullarni mayda, kichkina, chiroyli. Bitta qurutma ekdik kecha. Atirgul mana. Oqi, rozvoysi, qizili, onda yana oqi. Ana bize kameliya azaliya ekadigan torfimiz qopdagi agrobalt kislый. Bugun villalarimiz ham ochilishni boshlagan mana. Qizili, oqi. Tak. Yer bosilib qolmasligi uchun огородdan tezda chiqish kerak. Olamiz. Jasmin gullarimiz gullashni boshlagan. Hidi rosa zo'r, choyga solib ichsa ham bo'ladi gulini. Tamashli jasmin, крестовник, папоротникlar, мужское счастьеlar, bular singoniumlar. Bu magnolia. Asılı bo'ladigan epipremiumlar. Женское счастье Себастьян. Timay gullaydigan sortidan. Вечно зеленый Хома лимона. Кустарник bo'ladi. Azaliya gullarimiz fioletoviy ranglari. Paporotniklarimiz ham turlari ko'p. Kichkinasi, kattasi, o'rtanchasi, jingalagi, jingalakmasi, gigantlari ham bor. Azaliyani tushdi. Shaftoli rangidan ko'p so'rashganda mana olib kelib qo'ydim. Oq rangi, fioletoviy, qizil rangi. Zamya kulkusini detkasi kichkinagina. Bu qorasi zamya kulkusini. Keyin gardeniya gulimiz. Birinchi ochilganda gardeniya oq bo'ladi-da, keyin bunaqa sarg'ayadi turib. Buni ham hidi bor, jasminni hidi keladi, hidi o'tkir buni ham. Rosa gullaydi. Kameliya gulimiz. Yil 12 oy gullaydigan kameliya. Qizil ranglisi. Bularni ham yaqinda olib keldik. Kattalari bor edi, ular tugadi. Bu safar bo'yi shu 81 metrligini olib keldik. Undan kichkinasi yo'q edi. Женское счастье bu ham rosa gullaydi женское счастье. Bir oy dam olib yana dalshi gullayveradi. Namta mana tayyor. Agar viloyatdan olaman deydiganlarga tuvakka ekilgan gortenziya, голубой rangi, крупнолистный gortenziya bunchalab gullashga tayyor turibdi. Limonlarimiz gullab, limon qilgan. Hali kichkina mana mini rozalarimiz ham bitta gullamaganda gullab chiroyli bo'lib turishibdi. Malachoy qizili. Issiqqa, quyoshga chidab beradigan. Har doim gullab tursin deydiganlar uchun. Mana yaponskiy spirey gullash boshlagan. Men bu oq gullaydiganni nomini eslamayapman hali ham. Nomini biladiganlar bo'lsa kommentariyaga yozib olinglar. Mana yaponskiy spirey mana bunaqa. Guli kichkina bo'lsa ham chiroyli.
Nежный hidi bor. Keyin bizada fuksiya guli ham bor. Bular petuniyalar. Barigotni plushlar. Osma tuyalarda. Quyoshda bemalol turadigan kamenniy rozalar. Sanseveriya, zinzilar hamma gullarimizdan bor. Mana bittagi golubay gortenziyamiz ochilishni boshlagan. Rangi chiroyli. Bunga gullash uchun, rang berish uchun dori berganman. O'sha dori bergandan keyin 2 haftaning ichida mana gullagan. Bunga ham dori bergandim. Dori bergandan keyin o'sha 1 haftadan keyin gullashni boshladi bu. Dori yaxshi ta'sir qildi. Kameliyalar. Suv yaxshi ichsa, ko'p suv bersanglar chiroyli bo'lib o'sib, gullab beradi. Bugun ko'rsatmoqchi bo'lganlarim shular. Keyingi videolarda sizlar bilan yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.